Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va kishilik huquq dafsandichiligiga doir yangi xabar va ko'rinishlar o'tirg'a chiqmoqda. Oilasidan tortib ilingan Uyg'ur bolalar qamalgan atalmış bir tarbiyalash markazida tortilganligi ilgari surilgan bir videoda Uyg'ur bolalar "Jungo anam, onamizni suyimiz" deyishga majburlanayotganligi ko'rsatilgan. Ota-onasi yig'ilish lagerlari va turmalarga qamalgan Uyg'ur bolalarning bolalar uchun ta'sis qilingan lagerlarga ilib ketilganligi ma'lum edi. Bu yangi videoda bo'lsa, Uyg'ur bolalar uchrayotgan assimilyatsiyaning qanday saviyaga yetganligini yo'ritib berdi. Mana bu Amerikalik tadqiqotchi va faoliyatchi Timothy Gross ommaviy taratquv hisobida tarqatgan ko'rinishlar. Amerika Indiana shtatidagi Rosxolman sanoat universitetining ijtimoiy fanlar fakultetining o'qituvchisi Timothy Gross Xitoyning Sharqi Turkistondagi sistemalik zulm va assimilyatsiya siyosatiga yaqindan ko'ngil bo'ladigan va bu haqda tadqiqot bilan shug'ullanadigan faoliyatchi va tadqiqotchi. Grossning aytishicha, u o'tirg'a qo'ygan bu sin 2020 yil oktyabrda Qashqarda tortilgan. Fransiyada ziyoratda bo'layotgan Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchiliklariga qarshi turishga hamkorlashishning ahamiyatini ta'kidlagan. Pompeoning 7 davlatga qaratgan 10 kunlik rasmiy ziyoratining tunji bekiti Parij bo'lib, u Fransiya prezidenti Macron va tashqi ishlar ministri Le Drian bilan ko'rishgan. Amerika tashqi ishlar ministrligining bu haqda bayonotida aytilishicha, ko'rishda asosliqi Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti va Liviya krizi qatorliq masalalar muzokara qilingan. Shuning bilan birga Pompeo Xitoyning Yevropadagi yomon niyatlik faoliyatlar va Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi hamkorlikning ahamiyatini ta'kidlagan. Muhojiratga Uyg'urlar har yili 12 noyabr 1933 yili va 1944 yili 12 noyabr kuni qurilganligi jakarlangan Sharqi Turkiston Jumhuriyatini xotirlash faoliyatlarini ilib boradi. Bu yil texmi olayda bo'lgani Sharqi Turkiston Jumhuriyati qurilganligi faqat Uyg'urlar orasida tabriklanmasdan, balki Fransiya, Kanada qatorliq kuchli g'arb davlatlarining parlament a'zolari tomonidan tabriklandi. Sharqi Turkiston Jumhuriyat kuni harfisida Yevropa parlamenti a'zosi Rafael Glucksmann, Fransiya parlament a'zolaridan Orlean Tachi, Albani Geyelot, Delfin Bazo, Kelmangdan o'tan qatorliqlar o'zlarining Facebook, Twitter va Instagram hisoblarida Sharqi Turkiston Jumhuriyat bayramini tabriklab yozma e'lon qildi. Yevropa Uyg'ur institutining mas'uli, aktiv faoliyatchi Dilnur Rayhon xonimning bildirishicha, Fransiyadagi siyosiy partiyalar shundaqla shahar boshliqlarining imzo qo'yishiga sunilgan Uyg'urlar bilan saptashlik nizomnomasiga bugunga qadar 10 shahar boshlig'i imzo qo'ygan bo'lib, Sharqi Turkiston Jumhuriyat kuni harfisida yana 4 partiya bu nizomga imzo qo'ygan. Shuning bilan e'lon qilgan bo'lib, imzo qo'ygan partiyalarning soni jami 6 ga yetgan. Egilinishcha, Amerika prezidenti Donald Trampning Afg'oniston va ۋەئىراقتىن ئەسكەرچېكىندۈرۈش haqidagi buyrug'i Amerika davlat mudofaa ministrligiga yetib kelgan va plan tuzilgan. Amerika CNN televiziya kanali Trampning Iroq va Afg'onistondagi Amerika askarlarining sonini 2500 ga qisqartirganligi haqida xabar bergandan keyin bir Amerika davlat mudofaa amaldori prezidentning Afg'oniston va Iroqdan askar chekindirish haqidagi ko'rsatmasini munosabatli organlar qabul qildi. Hozir bu haqda plan tuzilyotdi degan. Amerika Mudofaa ministrligining bir amaldori CNN televiziya kanalining ziyoratini qabul qilganda, har ikki davlatdagi askar sonini 2500 ga qisqartish haqida buyruq tushirganligini va munosabatli qo'mondonlarga 15 yanvargacha chekinish uchun plan tuzish buyrug'ining yetkazilganligi bildirilgan. Navbatda Amerikaning Afg'onistonda 4500 nafar, Iroqda 3000 nafar askari bor ekan. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Erməni işğaliyyətindən azad qılınğan Fuzulidagi Xoradis şəhərini ziyorat qildi. Hərbiy forma kiygan Əliyev fuqarolarning qizg'in qarshi olishiga erishdi. Azərbaycan 45 kunlik kurashdan keyin tarixiy g'alabasi bilan Nagorno-Qarabog'dagi Ermeniya ishg'ol qilgan zaminini qaytarib oldi. Azərbaycan g'alaba qilgandan keyin tuzilgan kelishim bilan Ermeniya bu rayondan chekinishga qo'shildi.
Ermeniya armiyasining Azərbaycan ziminidan chiqib ketishi tabriklanayotgan bir paytda Tönögün Aliyev ishg'oldan 27 yil keyin tunji qatam Fuzuliga qadam bosdi.